bu Markaziy Osiyo mamlakatlarining subyekt darajasiga ko'tarilishi va qaysidir ma'noda Great Game deydi-ku, ya'ni Great Game degani bu Markaziy Osiyo uchun katta o'yin, ya'ni kuch markazlarining kurashi edi. 19-asrda Britaniya bilan Rossiya bo'lgan bo'lsa, 91-yildan keyin New Great Game deb atab boshqa davlatlar, mintaqaviy kuch markazlarini, Turkiyani, Eronni, Hindiston, Pokiston, Xitoy, arab davlatlarining ham qisman kirib kelishini, ya'ni AQShdan tashqari, AQSh Rossiyadan tashqari nazarda tutishardi, asosiy o'yinchilardan tashqari. Lekin mintaqa davlatlari bir necha marotaba o'sha ayniqsa harakat qilishib aytishdiki, Qozog'iston, O'zbekiston tomonidan ham bot-bot va ta'kidlab aytildiki, biz shunchaki obyekt bo'lishni istamaymiz. Va bu harakatlar bo'yicha ayniqsa 2016-yildan keyin qo'shnilar bilan munosabatlar tartibga solinishi birinchi o'rindagi muhim qadam bo'ldi. Ya'ni siz agar qo'shningiz bilan muomala bo'lsangiz, sizning muammolaringiz bo'lsa, sizning subyektlik darajangiz mohiyatan tushib boradi-da. Ya'ni siz asosan xavfni doimo qo'shni bilan muammoni o'ylaysiz. Mana hozir Ozarbayjonning roli qanchalik kuchayib ketdi. Armaniston bilan munosabatlar hal qilingandan keyin, o'zining ya'ni ichidagi muammo hal bo'lgandan keyin va qo'shnilar bilan muammo hal bo'lgandan keyin to'g'ri Rossiya bilan munosabatda ham tenglikni kerak bo'lsa talab qila olyapti. Ya'ni bularning hammasi avvalo yon qo'shnilari bilan muammoni hal qilinganiga bog'liq. Va Great Game'ni qaysidir ma'noda 2022-24-fevralda amalda tugadi ham deb o'ylashimiz mumkin. Ya'ni mintaqa davlatlar bu borada roli kuchayib ketdi. To'g'ri, undan oldin ham subyektlik bo'yicha harakatlar kuchaygan, lekin aynan mana shu Rossiya-Ukraina urushi bu jarayon tezlashtirish yubordi, katalizator vazifasini bajardi. Va to'g'ri, endi albatta biz urush harakatlariga va insonlar o'limiga qarshimiz. Bu holat albatta yomon, xalqaro huquq jihatdan ham va liberalizm konsepsiya jihatdan ham, lekin ba'zida urush harakatlari xalqaro munosabatlarning ajralmas qismi va obyektiv tomondan mana urush bu shunday jarayonki, unda faqat uchinchi tomon yutadi deyiladi-ku. Urushda qatnashmayotgan davlatlarga qo'shimcha imkoniyatlar eshigini ocha biladi. Masalan, hozir Rossiya-Ukraina urushidan eng yutayotgan mamlakat Xitoy bo'lgani singari. Va bu holatda Rossiya-Ukraina urushi jarayoni Markaziy Osiyo davlatlarini avvalo xavfsizlik nuqtai nazaridan bir-birlariga ko'proq ishonishga majbur qilayotgani bu ijobiy roldir. Ya'ni bu qaysidir ma'noda integratsiyaning yangi modeli ham bo'lishi mumkin-da. O'zi integratsiyaning eng kuchli modeli, masalan, etalon sifatida Yevropa ittifoqi aytilsa, bu unda iqtisodiy omillar birinchi o'ringa qo'yilgan bo'lsa, o'sha Yevropa ko'mir va po'lat birlashmasidan boshlangan integratsiya jarayonlari mana hozir Yevroittifoqda yuzaga kelishiga hatto yangi tizim ham ishlab chiqishi mumkin-ku, hozirgilar yangi bahslar bo'lyapti, konferensiyalar o'tkazilishyapti. Keyin 5 yil ichida amalga oshib qolishi ehtimol baland. Lekin hozirgi Markaziy Osiyoniki bo'lsa, bu xavfsizlik nuqtai nazari, ya'ni bir-birini qiyin vaziyatda qo'llash uslubi sifatida qilish mumkin. Men buni o'ziga xos pingvin uslubi ham deb aytgan, bu taklif qilgan bo'lardim nomini, ya'ni qishda, ya'ni Antarktidada o'zi qish deb asosan yoz oylari bilamizki, Janubiy qutb teskari-ku, o'shanda ular uchun qish oylarini o'tkazishda bir-birlari bilan yaqinlashib turib o'tkazish holatlari bo'lgan singari, ya'ni bu yordam bermoqda.